Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvini boshlaymiz. Kimda bizni yo'nalishimiz bo'yicha kimda qanaqadir savollar, kimdir qiziqqan savol-javoblar bo'lsa, javob berishga tayyormiz. Opa, nima masalangiz bor? Mani masalan tadbirkorlikka yangi ochilmoqchi edim. Shuning uchun pul so'rab keldim tadbirkorlikka. Tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha tadbirkor ayollarga foizimiz boshqalarga nisbatan 2% past foizda beriladi. Birinchisi biznesga bir qadam kreditimiz bor 5 million so'mgacha. Ikkinchisi biznesga ko'mak kreditimiz bor 17 million so'mgacha. Uchinchisi mahalla loyiha kreditimiz bor 50 million so'mgacha. 23% dan bular hammasi 23%. 5 milliondagi 1 yil muddatga, 17 milliondagi 4 yil muddatga, 50 milliondagi 5 yil muddatga. Undan tashqari xususiy tadbirkor yoki xususiy firmalaringiz, NCJlaringiz bo'lsa, unga ham 300 million so'mgacha kreditlarimiz bor. 300 million so'mgacha kreditlarimiz bor. Qaysi kreditlarimiz sizga ma'qul tushadi, qaysisi sizga qulay? 50 millionlik. 50 milliondagi hujjat taqdim qilasiz. Hujjat taqdim qilganingizdan keyin andirini ko'rib chiqqandan keyin 3 kundan so'ng 3 kun ichida kreditni rasmiylashtirib beramiz. Plastinga tashlab beramiz. Kim kredit oluvchi bo'lsa, shuni plastinga tashlab beramiz. Ayol kishi bo'lsa 23%, erkak kishi bo'lsa 25%. 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr. Krediti bormi-chi? Yo'q, qora ro'yxatda bo'lsa berilmaydi. Doimiy to'lab yurgan bo'lsa-chi? Doimiy to'lab yurgan bo'lsa beriladi. Bu kreditlarimizning sharti, birinchi talabi ishsiz odamga beriladi. 2 oy ichida hech qayerda ishlamagan bo'lish kerak. 2 oy ichida bunga oylik nasiyani bo'lmagan, oylik hisoblanmagan bo'lish kerak. Nasiyaga ham tushmagan bo'lish kerak. Shu joyga bo'lsa o'zini-o'zi band qilish bilan shunda beriladi. Agar ishlik odam bo'ladigan bo'lsa 28% dan pastda onlayn mikrofinans kredit kart, ko'p kreditlarimiz pastda bor, ipoteka kreditlarimiz bor, har xil kreditlarimiz bor. Ishsiz odamga beramiz hozir biz. Ishsiz odam bo'lsa masala yo'q, o'zini-o'zi band qilish guvohnomasi bilan pasportni taqdim qiling, andironga tashlaymiz, xulosalashdan so'ng 3 kun muddat ichida kredit ajratib beramiz. Rahmat.